Yangiyo'lli aka-ukalar, mendan Gulbahordan uchastka so'raganlar uchun men sizlarga zo'rxonadan topib qo'ydim. Hozir sizlarga bu ko'chamizni tushuntiradigan bo'lsak, Yangiyo'l bozordan kelayotganda Kurubga chap tomonga 300 metr burilganinglardan keyin sizlarga tanishtiradigan xonadonimiz bu yoqda. Endi men sizlarga bu xonadonimiz hovlilarini, uylarini ko'rsatadigan bo'lsa, eshikdan kirib kelganda bizani shunaqa atmosfera kutib oladi. Eshikdan kirganinglarda o'ng tomonda bitta hovli bor, chap tomonda bitta hovli bor. Bu xonadonni menga bitta yoqqan tomoni afzalliklari, mabodo aka-ukalar bitta joyda turamansa, akaga o'ng tomon, ukaga chap tomon bo'lishi mumkin. Bu xonadonni shuni o'rtasidan bo'lib, yonidan yana bitta отдельный darvoza, bu tomondan отдельный darvoza ochib olsa bo'ladi. Endi uy ichlarini ko'rsatadigan bo'lsak, eshikdan kiraverish, bizani bitta mana bunaqa oshxona kutib oladi. Yonida choy ichadigan joylari kutib oladi. Mebellar hammasi qoladi. Bu xonaga kiradigan bo'lsak, bitta mana bunaqa spalniy bor. Bitta mana bunaqa detskiy bor. Endi darvozadan kirganda o'ng tomonimizni tanishtiradigan bo'lsak, bizdan kirganda shunaqa bitta koridor kutib oladi. Keyin chap tomonimizda mana bunaqa oilaviy choy ichadigan joy kutib oladi. Eshikdan kirganimizda chap tomonda bitta bizani katta bitta zal kutib oladi. Bu yoqda bitta afzalliklari bor. Mana shu ko'rgan hamma mebellar qoladi. Kirganimizdan keyin o'ng tomonda bizimiz bo'ladi. Kirganda o'ng tomonda bitta mana shunaqa detskiy kutib oladi. Men egalarim bilan narxlarni talashib tortishib 73 ming dollarga ko'ndirib qo'ydim. Agar bu uyimizga kimgadir yoqqan bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasizlar. Rahmat hammaga.